الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله سبحانه وتعالى hamdlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men ham sizlarni zikr qilaman. Bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim Alloh subhanahu va taolo haqida qanday gumonda bo'lsa, Alloh u insonga shunday muomala qiladi. Ya'ni agarda biz Allohni kechiruvchi, rizq beruvchi, yaxshiliklarni beruvchi, yo'llarni ochuvchi ekanligiga chin qalbimizdan, yuragimizdan iymon keltirib va shu gumonda bo'ladigan bo'lsak, Alloh o'sha gumonga yarasha muomala qiladi. Ba'zi insonlar hayotidan norozi, lekin bilmaydiki, o'zi Alloh haqida yaxshi gumonda emas. Alloh haqida yomon gumonda bo'lsa, Alloh u insonga yomon holatlarni yuboradi. Hadisning davomida keladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: kim Allohni yolg'iz turgan holatda eslasa, Alloh uni yolg'iz holatda eslaydi. Kim Allohni jamoat bilan turgan holatda eslaydigan bo'lsa, Alloh taolo u insonni shunday bir jamoatni ichida eslaydi, shunday bir jamoatni. U jamoat boyagi insonni jamoatidan afzal, ya'ni farishtalarni jamoatida eslaydi. Demak azizlar, Alloh subhanahu va taologa ko'p zikr qilib, Alloh subhanahu va taoloni eslab yurishga har doim harakat qilishimiz juda muhim masala. Sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: jannatga kirganda inson zikrsiz o'tkazgan bo'sh vaqtlariga shunday bir nadomat chekar ekan. Nima sababdan shu vaqtlarimni bekor, ba'zi bir behuda narsalar bilan o'tkazdim deb ertaga jannatga kirganda ham inson afsus qilar ekan. Shuning uchun azizlar, jannatga kirganda afsus qilmasligimiz uchun bugun Alloh subhanahu va taoloni ko'p zikr qilaylik. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda aytadi: afzalu zikri la ilaha illalloh. Zikrlarning eng afzali bu la ilaha illalloh. Chunki la ilaha illalloh kalimasi, uni ichida tavhid bor. Allohning zoti ham va sifatlarida ham Alloh yolg'iz ekanligiga dalolat qiladigan ma'no bor. Shuning uchun eng afzal zikr bu la ilaha illalloh kalimasi. Shuning uchun azizlar, har birimiz har doim bo'sh vaqtlarimizni behuda narsalar bilan o'tkazmasdan Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lishga harakat qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.